Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men shu Minecraft. Bugungi videoda sizlar bilan men qishloq videosida yangi uy qurdimmi, ikkinchi qismini chiqarmoqchi edim. Sizlar вообще 50 like, 303 ta prosmotr qo'ysa, mana sizlarga 50 ta, 53 ta so'radim, mayli. Ortiq sovchilarga hammaga rahmat. Biz qishloq videosining ikkinchi qismini chiqaramiz. Let's go. Like bosib, podpисывайтесь qo'yinglar kanalimga o'tib. Hop, necha FPS o'ynayotganimni sizlarga ko'rsataman. 30 FPS, temperatura 40 gradus ekan. Okay. Kiramiz mana. Qishloq videosida ikkinchi qismini chiqaramiz. Kerak narsani olaman. Stop. Mana uyim. Atak mana uyim bu. Qaysi o'rtaga kirib qolsa, bu yoqda eshik qo'ymoqchi edimmi? Bu atak ana sirli uchun ana. Shuni versaklashtirib tashladim. Anaqa stulcha bor-ku, stulcha ko'rsatadilar. Mana buni bormi narsa? Yo'q ekan, versa. Anaqa narsa. Tezroq qo'raman. Kerak tash tutmanga. İşi kerak menga, voy, ishi ham mana. İşi yasab olsangiz zo'r bo'lardi. İşini yasaymiz. Как uchta berdi ishidan. Nimani ortiq ses bilan ekan. Kimga kerak bo'lsa ham ishi yo'qdi. To'g'risi millab bo'ldi. O'ylashdim. Agar do'stlar bu mana bloklar, mana shu bloklar yetmay qolsa, videoni stop qilib turib, o'shadan blok qanaqa topamiz. Chiqarish kerak. Yetib qolsa kerak. Tamam yapmagancha videoni stop qilib turaman. Sizlar zerikib qolmanglar deb. Mana do'stlar, mana hayot yapib oldim. Endi men fonarchalar solishim kerak. Nusra fonarimiz bor ekan, tak. O'ynab qo'yish shart emas, kerak emas, shu o'rtaga qo'yiladi uni. Biz endi nima qilamiz? Bizga yotoq kerak, yotoq qilamiz. Mana shu videoga 400 ta prosmotr, 75 ta like qo'yinglar. Men bu videoda qo'ydim, 3-qismini chiqaraman. Bizga daraxtlarga pauza qilamiz. Qarib qolasiz. Mana do'stlar, men yangi uyimni qurib oldim. Mana hozir sizlarga ichini ko'rsataman bo'ladi. Keyin ko'rsataman sizlarga. Like bosib, agar shu o'yin yoqsa, sizlarga like va obuna bosib, podpисаться qo'yasizlar. Turib oldim, mana jigarlar. Tush ko'rdim. Kriptor mana ko'rmaydigan umiddaman. Kezim. Obonachilarga gapirishim. Bundan like bosib. Mana qo'lim sizlarga uyni ko'rsataman. Mana uy-joy.
narsani solib qo'ydim. Do'stlar, qotib qoldim mana do'stlar, mana ichiman nima shunaqa narsalar solib qo'ydim. Kirgandan keyin uzun shunaqa narsalar solib qo'ydim. Bu juda qisqa bo'ladi yoki juda ko'p bo'ladi. Sizlarga bitta maslahatim bor. Gapim bor edi. Har bitta videoni aytaman. Ishdan chiqib qoladi. Chiqib qo'yadi sizlarga. Sizlar hamma videoni ko'rasizlar, like qilib bo'lsizlarga. Men prosentlarni ko'pliklarni ko'p bo'ladi. Ama подписчикам kam bo'ladi. Sizlar kanalga o'tib qo'yinglar. Ishonmayotgan bo'lsangiz, like juda ham ko'p, prosentlar juda ham ko'p. Podpiskalar ko'p, bir bo'lgan. Lekin men podpiskalarni 3 ta dona. Sizlar kanalga o'tib qo'yinglar, ishonmasanglar. 3 ta podpiska, uni otam и o'rtog'im. Bu ishlar. Mana shu otamlar uchun like va abuna bo'lib, podpiska qo'yishlar juda ham xursandman. Qarang, shu sizlarga narsa. Shu videoga like va abuna bo'lsa, kanalga podpiska chashab qo'yganlarga iloyim katta bo'lganda, iloyim ota-onasini haj umra safarlariga yuborsin. Men shu gapni gapirdim bo'ldi. Like va abuna bo'lsa, podpiska chashab qo'yasizlar. Hammaga xayr, hammaga omad.